Bundan oldingi videolarda biz Monster skuterini 100 kilometrgacha yuradigan variantini qo'ygandik. Hozirgi modelimiz undan ham ko'proqqa yurib beradi. Ya'ni 130 kilometrgacha yurib beradigan modelimiz. O'zimiz test qilib sinab ko'rganmiz. Uni akkumulyator ancha-muncha katta bo'ladi va ko'rinishi ham juda ham bag'atli bo'ladi. Oldingi Monsterga o'xshamaydi umuman. Orqasi bagajlar xuddi shunaqa bo'lib chiqqan, ya'ni ko'ringlarga juda ham mos. Old tomon tablolar o'zgargan, mana ko'rsangiz ham bo'ladi. Splashnoy bo'lgan va elektronli bo'ladi tablolari. Oldi o'zining kartikalari, qo'shimcha zaryadchilar, oldi orqa tormozlar hammasi yetkizli bo'ladi. Telefon postavkalari va bu yerda qo'shimcha kontrol sistemalari bo'ladi. Bola kartlari ham juda ham o'zgacha bo'lib chiqqan, ya'ni mashinaning pultiga o'xshatib chiqarilgan. Ko'rsangiz ham bo'ladi akalar. Bu Monster skuterimiz narxi keladigan bo'lsa, atiga $800 dan xarid qilsa ham bo'ladi. Bu qo'shimcha akkumulyator qo'shganda ham juda ham optimal bo'lgan variantimizdan akalar. Men hozirga o'tib bergan joylari bor. Butun O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz bor akalar. Bemalol personal telefonga zakaz qilsa ham bo'ladi. Eng qiziq tomoni bu modelimizni nasiyaga olsa ham bo'ladi. Через uzun nasiya va open nasiya orqali beradi. Ya'ni 12 oy 24 oygacha olsa ham bo'ladi. Bemalol akalar. Nasiyaga olish tartibi shunaqa bo'ladiki, sizlarda open nasiya yoki uzun nasiya ro'yxatda o'tib turganda plastik karta yoki pasportlarni kiritasizlar. Unda sizlarda oylik ish haqidan yoki plastik kartaning oborotiga qarab turib, limit chiqaradi. O'sha limit asosida bemalol xarid qilsanglar bo'laveradi.